Bunisi endi gamburger deb o'ylashinglar mumkin, lekin bu gamburger emas. Shunaqa gamburgerli marojniy chiqibdi-da. Oldin mikrovolnovkada isitib olish kerak ekan, lekin menga shart emas, chunki ozgina hozir kelayotganda sal o'zi vaqt kutib qoldi, turib qoldi. O'shaning uchun men buni mikrovolnovkada isitib o'tirmayman. Shundoq ham yaxshigina berib turibdi. Bismillahirrohmanirrohim. Buni gamburger deb o'ylasanglar, dashasizlar. Bu gamburger emas, gamburgerli marojniy. Bismillahirrohmanirrohim. Bir marta bo'lsa ham yeb ko'rishlarini tavsiya beraman. Neobычный maza. Mana sirlarigacha o'xshatib qilishgan. Bunisini bilsanglar kerak. Hozir hayit munosabati bilan bu marojniga skidka ketayotgan ekan. Oldingi narxi 100 ming so'm bo'lgan ekan. Hozir hayit arafasida 80 ming so'mga tushibdi. Bismillahirrohmanirrohim. Allohimga shukr, yetkazganiga shukr. Va buni ko'rinishini, asalligini qaranglar. Yegin kelmaydi, olib qo'ygin keladi. Bismillahirrohmanirrohim. Bunisi marinali menimcha. Va buni asalligini qaranglar. Bismillahirrohmanirrohim. Qaranglar, endi bunisi shaftolili ekan. Bunisini ham yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Super. Bunisi mangoli ekan. Buni ham yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Hammasini mazasi rosa ham zo'r ekan. Bir-biridan zo'r. Rosa yoqdi menga. To'g'risini aytsam, qancha yesam ham to'ymayman. Umuman medaga tegmaydigan zo'r ekan mazalari. Sizlarga ham tavsiya qilaman, olib yeb ko'ringlar.